Assalomu alaykum, hurmatli aziz talabalar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Jo'rayev Suhrobjon. Bugun biz axborot xavfsizligi va axborot xavfsizligini ta'minlashda tahdidlar va muammolar mavzusida fikr yuritamiz. Demak, bugungi rejamiz axborot xavfsizligini ta'minlashning asosiy tamoyillari, bugungi kundagi axborot xavfsizligiga bo'lgan zamonaviy hujumlar va keyingisi himoyaning asosiy elementlari mavzusida, demak, rejasida so'z yuritamiz. Xo'p, sohaning dolzarbligi, demak, hozirgi kundagi axborotga bo'lgan ehtiyojimiz juda ham yuqori bo'lganligini inobatga olib, demak, bu axborotni himoyalashga bo'lgan talab juda ham yuqori hisoblanadi. Demak, hozirgi kundagi axborot xavfsizligini ta'minlashdagi chora-tadbirlarni, demak, muhtaram yurtboshimiz tomonidan, demak, takror va takror IT sohasi bo'yicha yuqori imkoniyatlarni yaratilganligini misol qila olamiz. Xo'p, axborot xavfsizligining asosiy tamoyillari nima? Aslida axborot xavfsizligi bu tasodifiy va qasddan amalga oshirilgan hujumlardan, demak, himoyalanish hisoblanadi. Xo'p, tahdidlarning, demak, turli xil shakllari mavjud. Sun'iy va tasodifiy tahdidlar. Demak, axborot xavfsizligiga tahdid bu buzg'unchining biror bir maqsad yo'lida mavjud himoyalash, demak, tizimlarining buzishga qaratilgan harakati hisoblanadi. Demak, tahdid turlari tasodifiy, sun'iy va tabiiy hisoblanadi. Sun'iy tahdidlar qasddan va tasodifiy turlarga bo'linadi. Tabiiy tahdidlar esa texnikaviy va tabiiy hodisalar turlariga kiradi. Xo'p, tabiiy tahdidlar yong'in, suv bosishi, zilzila, magnitli dovul va radioaktiv nurlanish oqibatida tabiiy tahdidlarga uchrashimiz mumkin. Xo'p, keyingisi esa texnikaviy tahdid. Bunda axborot tizimlarining mustahkamligi va ta'minot tizimlarining buzilishi oqibatida texnikaviy tahdidga duchor bo'lishimiz mumkin. Xo'p, tasodifiy tahdidlar esa foydalanuvchilarning xatoliklari tufayli yuzaga keladi. Foydalanuvchilarning uquvsizliklari va mas'uliyatsizliklari oqibatida vujudga keladigan tasodifiy tahdidlar turiga kiradi va axborot tizimlarining xatoliklari ham bu ma'lumotlar turiga kiradi. Qasddan, demak, axborot xavfsizligini buzilishi bu axborot tizimlariga fizik ta'sir etish, axborotlarni o'g'irlash, xakerlik hujumlari kiradi. Xo'p, mutloq himoya axborot tizimlarida mavjud emas. Demak, axborotni himoyalashning mutloq himoya tizimi mavjud emas. Demak, bu Yevropa xavfsizlik kengashi tomonidan tahliliy ma'lumotlarga ko'ra, demak, aniqlangan. Demak, xakerlik hujumlariga biz uchrashimizni birinchi navbatda eng katta, demak, sababi shundaki, xakerlarning axborot texnologiyalari bizdan 5 yil oldingi ekanligini ma'lum qilingan. Xo'p, bugungi kundagi axborot xavfsizligiga bo'lgan zamonaviy hujumlar bu DOS va DDoS hujumlar hisoblanadi. Spamlar, phishinglar va farming tushunchalari, demak, bugungi kundagi axborot xavfsizligining zamonaviy hujumlardan biriga kiradi. Xo'p, zamonaviy hujumlarning turlari, demak, spam bu demak, turli xildagi reklama va xabarlardan iborat foydalanuvchilarning xohish ixtiyorisiz elektron manziliga kelib tushadigan, demak, xatlar turiga kiradi. Phishing esa veb saytlarga noqonuniy kirish, firibgarlik, demak, mualliflik huquqini buzish, demak, kredit kartalari, raqamli va bank rekvizitlarini o'g'irlash oqibatida, demak, huquqbuzarliklarni sodir etilishi bu phishing hisoblanadi. Farming esa, demak, bu phishingning bir turi hisoblanib, bunda veb saytlarga kirmoqchi bo'lgan, demak, foydalanuvchini avtomatik tarzda qalbaki veb saytga yo'naltirilgan xatti-harakatlar farming tushunchasiga misol bo'ladi. Keyingi, demak, slaydimizda esa buzilish manbalari grafigi keltirilgan. Bu tahliliy ma'lumotlari, demak, tashqi hujumlar qanchalik bizni, demak, buzilish manbalarimiz ko'rsatkichlariga kiradi, fizik xavfsizlik muammolari va turli xil, demak, foydalanuvchilarning xatoliklari yuzasidagi, demak, axborot xavfsizligiga buzilish oqibatida kelib chiqadigan ma'lumotlar, tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. Demak, inson omili bunda juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Sababi, demak, biz axborot oqimida
o'zimizni demak axborotimizdan foydalanib, qaysidir axborotga ehtiyoj sezar ekanmiz, biz qiziquvchanligimiz oqibatida turli xil demak axborot xavfsizligini buzilishi oqibatiga duchor bo'lishimiz mumkin. Keyingisi loqaydlik yuzasidan. Demak, loqaydlik yuzasidan bizga kelgan axborotlarni, demak, balki bu xakerlik hujumlari oqibatida kelgan bo'lishi mumkinligi haqida biz loqaydlik bilan munosabat ko'rsatib, demak, axborot xavfsizligini buzilishiga demak ro'y berishi mumkin. Ishonuvchanlik ham bu bizga eng katta misol bo'la oladi. Sababi hozirgi kundagi ijtimoiy tarmoqlardagi bizga keladigan xabarlarni demak ishonib qolib, ushbu link orqali kirib biz o'zimizga tegishli ma'lumotlarni birovga oshkor qilishimiz oqibatida demak inson omilini juda katta ahamiyatga egaligini ma'lumot sifatida aytib o'tdik. Xo'p, keyingi slaydimizda bo'lib o'tgan voqealardan misol keltirishimiz mumkin. Demak, qiziquvchan ko'rinishdagi demak zararli, qiziqtiruvchi ko'rinishdagi zararli flesh kartalar yoki turli xil dasturiy ta'minotlarni demak saqlab qo'yilgan flesh xotiralarni biz tashlab qo'yish yordamida axborot xavfsizligini buzilishiga duch kelishimiz mumkin va turli xil ma'lumotlarni turli xil flesh xotiralar orqali biz axborot texnologiyalariga demak foydalanish oqibatida zararli ma'lumotlardan o'zimizni himoyalay olmasligimiz mumkin. Demak, hozirgi kundagi Buyuk Britaniya kiber xavfsizlik markazi tomonidan o'tkazilgan tahlillar natijasida ushbu ko'rsatkich dunyo bo'yicha demak 23.2 million marta demak parollarni buzib kirish kuzatilgan. Bu parollar demak 1 dan 6 gacha bo'lgan raqamni o'z ichiga olgan. Bir xil ko'rsatkichdagi raqamlarni buzilish demak ketma-ketligi juda yuqori hisoblanadi. Bundan tashqari taniqli futbol klublari yoki bo'lmasam qo'shiqchilarning ismlari yoki parollagan kompyuterlarning parollarini buzib kirish ehtimoli yuqori ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Demak, parollarni biz yaratayotganimizda nimalarga e'tibor berishimiz lozim? Birinchi navbatda, demak, parollarning parol keng tarqalgan so'zlardan yoki nomlardan iborat bo'lmasligini biz inobatga olishimiz zarur. Demak, parol murakkab bo'lishi lozim. Shuningdek, turli xil belgilardan, turli xil tasodifiy kombinatsiyalardan iborat bo'lishiga biz ahamiyat berishimiz kerak. Xo'p, demak, begona elektron pochta xizmatlari, ya'ni turli xil elektron pochtalardan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish davomida biz shunga e'tibor berishimiz kerak. Bizga noma'lum bo'lgan shaxslardan kelgan xatlarni ochib o'qib yoki qaysidir giper havolalarga kirishdan oldin, demak, biz shu narsaga juda katta ahamiyat berishimiz lozim. Demak, himoyalashda asosan axborotni himoyalash usullari keltiriladi. Bunda demak ma'lumotlarni butunligini, demak foydalana olish va zarur bo'lganda ma'lumotlarni kiritish, saqlash, qayta ishlash va uzatishda foydalanuvchi demak axborot va uning zaxiralarini butunligini saqlab qolishga eng katta e'tiborni qaratishi lozim. Demak, biz saqlaydigan axborotni yaxlitligini, butunligini ta'minlashga e'tibor berishimiz birinchi navbatda ko'zda tutiladi. Xo'p, bugungi demak mavzu yuzasidan ushbu ma'lumotlarni biz tayyorladik va keyingi darslarimizda uchrashguncha omon bo'ling, sog' bo'ling.